Assalomu alaykum, xayrli tong. Tongingiz xayrli bo'lsin, xayrligingiz tong bo'lsin deb germaniyalik Savash bugun videolarimni olishni boshladim. Hayotiy videolarni, hayotiy vloglarni oling deb yozishdi. Xudo xolisa harakat qilaman, lekin asosan menda Germaniya hayotidagi qiziqarli faktlar, keyin Germaniya produktlari, Germaniyadagi nima deydi, ovqatlar uchun har xil retseptlarni asosan shu to'g'risida videolar olib borishga harakat qilaman. Lekin shunaqangi sizlar uchun ham live videolar qilishga harakat qilaman. Bu bizani mahallamiz, ya'ni qishlog'imiz. Lekin ko'chada hech kimni ko'rmaysiz. Ertalab bizada hozir 8 bo'lyapti, lekin mana hamma yoq serovatli rang, kulrang tusda osmonimiz. Videolarimni ko'rib boringlar. Bugun xudo xolisa DM magaziniga borib, DMdan kerakli narsalarni olishimiz kerak. DM ya'ni Germaniyada yashamaydiganlar tushunishingiz uchun, yo xuddi o'zimizni nima deydi, parashok, xullas har xil sredstvalar sotilinadigan, kosmetikalar sotilinadigan magazin. O'sha yoqqa hozir boramiz. DM magaziniga keldik. Bilasizlar, DMda shunaqangi zo'r vitaminlar sotilinadi. Biz farzandlarimizga mana shu vitamindan olamiz. Tavsiya qilaman. Bu 4 yoshdan boshlab adashmasam bolalarga mumkin da, mana 4 yoshdan mumkin. Mana ko'rasizlar. Shuni tavsiya qilaman. Juda ham zo'r narsa. Aytgancha mana bu narsani aytib ketmoqchi edim sizlarga. Qaranglar. Bel og'rig'i, bo'g'im og'rig'i, xullas yurak sohasini atrofidan tashqari hamma joyga ishlatsa bo'ladigan zo'r narsa. Mana manba. Juda ham zo'r narsa, tavsiya qilaman. DM magazindan olsanglar bo'ladi. Narxi 695, ya'ni 7 euro ekan. Mana bunaqasi ham bor. Gelga o'xshagan narsa, rosa zo'r narsa. Agar kimdir, как bizani aniqiga o'xshaganda, nima edi? Otasidan chiqib qoldi. Dalgitli bo'lardi-ku, xuddi o'shanga o'xshagan dori. Rosa zo'r narsa. Hozir endi sekin bu kerakli narsalarni olib uyga ketamiz xudo xolasa. Biz Germaniyaga kelgandan beri tish doktorlarga borsak, har doim mana shunaqada tishini tozalashga tushadi. Birinchi bo'lib shunda tozalab olib, keyin tishni bunaqangi elektro zubni shotkalarda yuvishga tushadi. Biz Germaniyaga kelganimizdan beri faqat bolalarimizning tishini shunaqada yuvamiz, shunda tozalaymiz. O'zimizga mana bunaqalar bor. Kattalar uchun bu ham o'zi kattalarga, lekin bolalarga udobniyroq. Bu bo'lsa kattalarga yaxshi. Har doim tishinglarni shuni tozalab yursanglar, umuman tishinglar karies bo'lmas ekan, tushunasizlar. Juda ham zo'r narsa. Sizlarga hozir zo'r narsani aytib ketaman. Pastani olayotganida uni sostaviga qarash kerak ekan. Biz hech ham qaramaganmiz, shu paytgacha ham sostavini ko'rmaganmiz. Akazotsa buni sostavini ko'rish kerak ekan. Masalan, biz bolalarimizga mamindan olamiz-da. Mana ko'rasizlar, mamitda mana bu sostavida fluorita bo'lishi kerak, ko'rasizlar. Mana shunaqani ahamiyat berib qaranglar. Biz oldin ahamiyat bermasdik. Hozirgi kunda faqat sostaviga qarab oladigan bo'lib qo'yganmiz. Tavsiya qilaman sizlarga ham. Har doim sostaviga qarab olinglar. Lekin mana bu parodontoksi ham rosa zo'r. Tavsiya qilaman, shu ham tishi zo'r, mulklarni nimasiga zo'r davo bo'ladigan narsa. Kimda qanaqa bilmadim-ku, Germaniyada bilasizlar, suvi juda ham xlorli bo'lgan hisobiga soch to'kilishi juda ham ko'p bo'ladi. Ko'pchilik shu narsadan javobli qiladi. Qaranglar. Men sochimni hozirgi paytda mana shu 3 oy ichida juda yomon to'kilyapti-da. Вообще o'shanga men bu veledani mamizni tavsiya qilishdi ro'zmarinli. O'zimizni dermatologimiz, doktorimiz, ya'ni o'zimizda o'zbek yaqin do'kon ham borlar. O'shalarning tavsiyalari bilan mashina aytdilar. Narxini qaranglar, 12 euro ekan. Mana maminisi, bu maminisi shampuni ekan. Shampunini hozir o'ylab turibman, olaymi yo'qmi deb. Lekin mashina ishlatib ko'rganlar bormi? Qaranglar, mana beledanikini. Yana qanaqa narsa ishlatib ko'rgansizlar shu soch to'kilishiga,
Men qilmagan narsam qolmadi-da, xullas. Endi mashina ishlatib ko'ramiz, xudo xolisa sochni bitta kestirib olib, buni endi har kuni sochga hojvat qilib, uhod qilish kerak ekan. Endi buni ham olamiz. Adamzani ham sochlari to'kilyapti. Meni ham qani ishlatib ko'ramiz, qanaqa yordam berar ekan. Qisajonlar aytayman, Germaniyada soch to'kilishi yo'q, menimcha hammada bo'ladi. Bizda qizimizda ham shunaqa muammo bor-da. O'shanga men shampunni olib ishlatib ko'rdim. Bu o'zi detskiy, kichkina bolalarga, lekin biza o'sha spetsialniy o'sha kichkina bolalarda bilasizlar, hech qanaqa gipoallergenniy narsasi anaqa bo'lmaydi-yu, gipoallergenniy bo'ladi, to есть allergiya qo'zg'atadigan narsasi bo'lmaydi. Chaqaloqlarga bo'lib kattaligi nisbatan ko'proq ahamiyat berishadi, ichiga anaqa ximik narsalarni kamroq qo'shishga. Shuning uchun ham mashina olib ko'rdim. Qizimizga mashirasi yoqdi. Sochini nimada mягкий qilib qo'yapti, qazg'osi ham bo'lmayapti-da. Atak qazg'o bo'lib ketadi. Mana bu Xiaomi deb yozilgan bor-ku, mana bu yerda turgan. Mana o'shani ishlatib ko'rdik, u ham yoqmadi. Mana bu Garnier'ni ham ishlatib ko'rdik, u ham yoqmadi. Mana bu shampun bilan gel dush aralashgani bor. Endi bu kimga qanaqa, lekin bizning qizimizga umuman tushgani yo'q. Shuning uchun kimni qizida, farzandida salozgina sochida muammo bo'layotgan bo'lsa, mana shuni tavsiya qilaman. Mana buni ham aytib ketaman qizlar. Bu влажный salfetka, lekin anaqa qo'lga ishlatishga emas, uy mebellarni artishga-da. Narxini qarasanglarchi, buni 95 sent. Buning ichida 50 ta bo'ladi. Har xillari bor, mana qaranglar. Buni keyin kamligi ham bor, bu qalin bo'ladi. Qalini bu lekin qimmat, 165 yevroda. Bunisi qalin, ichida 15 ta dona bo'ladi. Lekin men bu yaxshi ekan, men shuni tavsiya qilaman. Mana shu magazinda esingizda bo'lsa, Instagramda podpiska bo'lganlar bo'lsa bilishadi. Mana shu joyi men video obzor qilib berganman. Buni qaranglar. Endi Instagramga yo'q qizlar ham bor-da, ularga ham ko'rsatib ketish ma'qul ko'rdim. Buni qaranglar. Bu yerda onalar uchun alohida joy. Aytib o'taman, bu joy tekin. Bu yerda o'tirib emizsa bo'ladi, uxlatib olsa bo'ladi. Bu yerda bo'lsa mana pamperslarini, mana qaranglar. Pamperslarini tekinga qo'yib qo'ygan. 6-razmergacha bor. Mana bu turib olib, mana влажный salfetka deysizlarmi? Dezinfeksion spreylar bor, ya'ni mana yotqizishdan oldin dezinfeksiyalab olasizlar. Mana bu rulonli salfetkani mana yoqqa yozib olasizlar, bolalarni yotqizasizlar. Mana bu paketlarni ham qo'yib qo'yishgan. Xullas, hamma narsa sharoit bor. Mashta bemalol bolalarni kelib pamperslarni alishtirib olsanglar bo'ladi. Mashina kommentariyasida, Instagramim kommentariyasida yozishgan edi. Voy, agar bizda shunaqa bo'lganda pamperslarni olib ketib qolishardi, o'chirib turishardi deb yozishgan edi. Mana bizadagi holat, mana qaranglar, hech kim yo'q. Mana bu yerda jo'bar, bu любой bitta DM magazinini hamma filiallarida bo'ladi mana shunaqa joyi. Buni qarasanglarchi. Imomatiga advent kalendarlarni arasi yaxshi ko'raman. O'ttiga advent kalendar, ya'ni har bitta kun uchun bola, masalan, bugun 1-dekabrmi, 1-dekabr ekan ochadi. 15-dekabr bo'lsa 15-ni qilib. Lekin bu mana 24 talik, chunki bu yerda Rojdestvo, ya'ni Weihnachts bo'ladi. Bunisi 24-dekabrda bo'lardi, adashmasam. Maganlar uchun deyman, mana qanday joyi bor bu yerda. Paradis deb yozilganini bizga hozir shu tekinga tushdi. 195 yevrolik narsa, ikkitasini tekinga oldik. Nimaga desam, DM o'zini app bor. O'sha appga registratsiya qilib qo'ysanglar, farzandinglarni har bitta tug'ilgan kun chislosida bolangizga qanaqadir gratis beriladi, ya'ni sovg'a tariqasida nimadir beriladi. Bizga ham farzandlarimizning ikkalovini ham registratsiya qilib qo'ydik. Shu narsani ikkita xohlaganini tanlab olishimizni aytishdi. Kirib hozir ikkita tanlab, endi hozir bu yoqda rasmlarni chiqazib olamiz. Mana bu yoqda rasm chiqarsa bo'ladi. Rasmini chiqazib, endi xudo qolsa albomlarga to'ldiramiz. Rasmlarni chiqazib olamiz.
Bu yerda xohlasanglar stikerlarni chiqarsanglar bo'ladi, bu yerda albomlarga chiqarsanglar bo'ladi, o'zingizlar tayyor. Telefoningizga ulab olasizlar, shunaqa chiqaraverasizlar. Mana bu yerda rasmlar chiqyapti. Bu yerda mana biz tanlaganimiz mana bu bo'ldi. Ichiga 36 ta rasm ketar ekan. 10 ga 15 lik ikki xilini tanlab oldik mana. Bilarmidinglar shuni? Farzandinglarning tug'ilgan kunida masalan kitoblar, shunaqangi sovg'alar, albomlar, mana shunaqa narsalarni doimli olsanglar bo'ladi. Ipinizgacha chiqib qo'ysanglar, har nimada gratisga tushayotgan, keyin aksiyaga tushgan narsalarni belgilab yursanglar, aktivir qilib tursanglar, sizlarga masalan bitta donagina nimadir shampun nimadir olayotganinglarda o'sha narsa skidkada bo'lsa skaner qilib olsanglar, zo'r skidkada narxi arzon bo'lib tushadi. Qizlarjonlar, bugun sizlar bilan birga DM magazinidan kerakli bo'ladigan mahsulotlarimizni birgalikda xarid qilib oldik. Qizlarjonlar, sizlarning motivatsiyangiz men uchun juda ham muhim. Agar bugungi ko'rinishdagi, ya'ni bugungi formatda olingan videolarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar, like bosinglar, podpisatsiya tugmasini bosib, Germaniyaga bormoqchi bo'layotgan yaqin dugonangizga ham jo'natib qo'ying. Agar bugungi vlog sizga yoqqan bo'lgan bo'lsa, keyingi videolarimda germaniyalik sochdan xayrligingiz tong bo'lsin, tongingiz xayrli bo'lsin deb kutib olishim nasib etsin. Hammaga ko'rishguncha, chao!